Assalomu alaykum, Parvoz sirlari kanalining ashaddiy muxlislari. O'tgan videomizda biz to'lqinsimon to'dalar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tgan edik va video davomida bir ma'lumotni ham eslatib o'tgan edik. Keyingi videomizda albatta to'lqinsimon to'dalarimizning nar va modasini ajratish xususida gapirib berish haqida va'da bergan edik. Va'daga vafo qilib bugun sizlar bilan to'lqinsimon to'dalarning nar va modasini ajratish haqida fikr yuritamiz. Oddiyroq qilib aytganda, to'lqinsimon to'dalarimizning nar va modasini ajratishni ko'pchilik biladi, yana ko'pchiliklar bilmasligi mumkin. To'lqinsimon to'dalarimizni nar va modasini ajratish odatda oddiyroq va osonroq. To'lqinsimon to'dalarimiz hajm jihatdan to'dalar oilasiga mansub bo'lgan eng kichik turdagi to'dalar. Bular ko'proq Avstraliyada uchraydi. To'lqinsimon to'dalarimizning narlarini albatta yetilgan, ya'ni juftlashishga tayyor bo'lgan nar qushlarimiz burni, ya'ni burun bo'shlig'i, ya'ni tumshug'ining tepasi ko'k rangda va mutatsiyaga uchragan, ya'ni albinos deyiladi yoki lutino turkumiga mansub bo'lganlar qizg'ish rangda bo'ladi. Aksincha moda qushlarimizni tumshug'i, ya'ni tumshuq tepasi esa oq yoki jigarrang rangda bo'ladi. Biz to'lqinsimon to'dalarimizning nar va modasini mana shunday holatda ajratib olishimiz mumkin. To'lqinsimon to'dalarimizning nar va modasini ajratish mana shu rasmda ham ko'rsatib o'tilgan. Undan tashqari to'lqinsimon to'dalarimiz odatda 1 yoshga to'lganda to'liq juftlashish uchun tayyor bo'ladi. Bizni kuzatganingiz uchun rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling. Kanal rivoji uchun hissangizni qo'shasiz degan umiddamiz.